Assalomu alaykum. Bizni kuzatayotganlar. Bugun termotransport zavodiga kelganman. O'zim uyimga qiladigan bo'lib turib, zavodga keldim. Mana bunday termotransportlarga qo'ydim menga. Qaysi biridan qilish uchun, xalqimiz uchun, bizni kuzatayotgan obunachilar uchun juda manfaatli video bo'lishini bilib qoldim. Kimgadir kerakdir, kimdir buni istab yurgandir. O'shaning uchun ukamiz yoniga kelganmiz. Ozodbek degan bola. O'zimiz bilan birga ishlaydigan bola. Juda yoqib qoldi ishlari. Ozodbek buni qulayliklari qanaqa? Shu to'g'risida bitta narsani tushuntirib beradigan bo'lsangiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Buni serverlarga bo'ladi. Devor kanalida pishirish, so'ng'ish, kerakli yazamli fotolar bo'ladi hammasiga. Endi 25 bo'ladi. Rasmiylarni 2 bo'ladi. Rasmiylar 2 orqalari ko'kay bo'ladi. Yozda sovuq, qishda issiq qilib saqlab beradi. Bu eng asosiysiga keladigan bo'lsa, deylik, duvalga yopishtiraman deganlar esa duvalga ham qilsa bo'ladimi? Ha, bo'ladi, ketaveradi. Masalan, mening uyimda ba'zi bir joylarida maqsadli joylar bo'lishi mumkin. Mening uyimda yoki boshqa shu joy maqsadlarga ham qilsa bo'ladimi? Paxta, duvala bo'laveradi. Buni kim bo'ladi? Demak, mamnunmen semollarga yoki duvallarga juda chiroyli holatda chiqarib beradigan. Bitta olib kelib ko'rsating kamerani. Necha xil holatda sizda hozir bor zavodingizda ishlab chiqarayotgan joyingizda? Hozir bizda 5 xili bor. So'kilgan, fasadga bor hammasidan. Hozir deylik, men sizga oladigan bundan sotib oladigan bo'lsam, menga boring turib, so'kilni o'ziga 12 kvadrat, 13 kvadratimiz bor ekan. Tayyorim bor dedingiz. Agarda deylik, shundan sizda nalichida tayyorlari bo'ladimi? Boringki, balki 20 kvadrat, 20 kvadrat batteriya. Bo'ladi. Hammasidan hozir 15 kvadratdan bor. So'kilga fasadga hammasidan qilib qo'yganmiz. Yaxshi, keyin hozir bitta savolim bor. Men sizdan balki kelib bitta narsani so'radim-da. Battan nimadan iborat bo'lyapti hozir? Bunda toshi bo'ladi, toshin uni oq sement ketadi. Mana bu oq sement demoqchisiz-mi? Bu oq sement. Bu deylik, yana bitta bizni kuzatayotganlarda orasida ustalar ham bor. Har xil odamlar bor-da. Bu deylik, yomg'irda qoladigan bo'lsa, erib ketib qolmas. Erib ketib qolmaydimi bu? Yo'q, yomg'ir yo'q, sanalar chiroqli yoshadi. Ovqat qo'ygan bo'ladi, o'sha hisobiga. Bitta ko'rsatib bersa bo'ladimi hozirda buni? Ovqatni. Ha, orqasini bitta ko'rsating, masalan, deylik. Buni o'shaning bu suvda yonmas, o'tda cho'kmas deb fazlashib gaplashyapti. Bu rost ekan haqiqatdan ham. Ajoyib. Haqiqatdan. Inshaalloh menga ma'lumsiz, ma'qul kelyapti deylik. Menga shu g'ishli usulingiz yoqyapti-da. Juda ajoyib. G'ishli usuldan xohlagan rangingizda chiqarib beramiz. Oq, qizil, qora qanaqasi chiqarib beramiz bundan. Necha xil rangingiz bor? Masalan, hozirgi kunda moda bo'layotgani boringki, 6 xil, 7 xil ranglaringiz bormi hozir? Ha, bor. Hozirga reklama chiqarib qo'ydik. Hamma rangidan bor. Zakasiga qanaqasini chiqarib beramiz. Yaxshi. Ajoyib. Formasi ajoyib ekan. Ozodbek buni. Tushdingiz. Men so'kilga bo'lsa kerak deyapman. Ha, so'kilga unisi. Mana bunday ranglar bo'ladi. Kamerani olib kelib to'liq obzor qilmaydi. Bizni kuzatayotganlar bor buni. To'g'risini aytsam, men o'zimni duvolimga ham boringki, qum suv vaqt tortmasdan turib yoki rodban tortmasdan shuni qo'yaversam bo'ladimi? Bo'ladi. Issiqligi qanaqa bo'ladi masalan? Issiqligi yozda salqin qilib beradi, qishda issiq qilib beradi. O'shanga qarab. Juda ham yoqdi menga Ozodbek. Shundan inshaalloh qilib beramiz. Hozir bitta buni o'zi bas ekan, men ko'rishimcha mana bunday bo'lib berib qo'ygan Ozodbek ukamiz. Mana demak, hozir nalichida boringki, sizda 15 kvadratgacha bor ekanda hozir nalichida. Har biridan. Juda ajoyib zo'r. Keyin mana kamerani to'g'rilayman. Bunisi ajoyib toza bo'ladi. So'kilgan, fasadga ketaveradi bunisi. Ajoyib ekan. Zo'r. Inshaalloh videolarni o'zim uyimga qilib bitta ko'rsatib beraman. Ozodbek,
buni dastavkalari qanaqa bo'ladi, pullari qanaqa bo'ladi? To'liq ma'lumot bersangiz. Dastavkasi O'zbekiston bo'ylab bor. Narxiga keladigan bo'lsak, 125 mingdan 160 minggacha qilib beramiz. Ha, o'zini qarab turib, narxiga qarab turib o'zgaradi. Masalan, deylik, bu fasadi, toshi, shunga qarab turib narxi o'zgaradi ekan. Beriladi, o'shanga qarab narxi ko'tarilib tushadi. Ha, rangiga qarab turib o'zgaradi. Tushunarli. Aka-ukalar, tavsiya qilaman. Menga juda ham yoqdi. Har xillari bor ekanda, faqat bitta bilan cheklanib qolmagan ekansiz. Menga ajoyib, juda ajoyib yoqdi. Endi, xo'p, bizni kuzatayotganlarga mamnun deb bunu qarang. Bitta joy, bitta narsasini ko'rsatmoqchiz mana. Mana shu ko'k rang ham berildi. Tomnisini. Tomnisini, ha? Tomnisini bor-ku. Bu neobычный rang chiqarganda bu. 9 salon rangida. O'shani aytaman. Keyin mazza joyini aytayapman, aytayman. Bu qarang, bitta narsani ko'rib oldim. Mana buni qarang. Nima deyapti? Bu ham bor-ku, o'ta neobычный ekan, Ozodbek, ha? Buni ko'pincha fasadga ajoyib ekanda, haqiqatan bor-ku. To'g'risini aytganda men qum suvoqdan ko'ra shuni qilgan bo'lardim men o'zim uyimda. Ma'lumot ham yo'q bu. Yangisdan chiqarganlarimiz ham olib keladigan bo'lsa, hozir akalarimiz olib keladigan. Mana qarang, voy, молодец. To'g'risini aytadigan bo'lsam, masalan, olib ko'rsataylik-da. Qaysi birini olishga o'ylayapman-da. Qaysi birini tavsiya qilasiz, Ozodbek? Buni tavsiyasi hammasi o'z bir-biridan yaxshi. Bir-biridan chiroyli ekan, ha? To'g'ri. Kelishimga o'zi haligi g'ishli variant yoquvdim. O'zi aslida lekin mana bundaylar ham bor ekanda, boringki. Sizlar 5 xildan ko'proq ekan menimcha, 6 xil, 7 xil ketaveradikanda, boringki. Juda ajoyib. Menga yoqdi. Keyin orqalarini ham bitta ko'rib qo'yadigan bo'lsiz mana. Holatlari zo'r. Haqiqiy mehr bilan ishlar ekansiz, shoshilmasdan. Bo'lsa, xalq xizmatidan charchamang. Sizni Ozodbek do'stimiz, ukamizni nomerlarini pastda qoldirib qo'yamiz. Inshaalloh O'zbekiston bo'yicha dastavkasini qilib beramiz deysiz. 125 mingdan 160 minggacha borasizda. Yaxshi. Akalar, bitta like bilan, kommentariya bilan qo'llab-quvvatlab qo'yinglar. O'zbekiston bo'yicha dastavkalarni qilib beradilar. Dastavkalar lekin kelishilgan holda bo'ladi. Dastavkalarga kelishilgan holda bo'ladi. Yaxshi, xalq xizmatidan charchamang. Sizni bundan da chiroyli holatlarda, bundan da chiroylilarni chiqarib qo'yishlaringizni boqishni kutamiz. Xalqimizdan kutadi inshaalloh. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Qanaqa xizmatlar bo'ladigan bo'lsa, Ozodbek nomerini qoldirib qo'yaman. 24 ga 7 javob beradilar. Aloqaga chiqaverasizlar. Ozodbek, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Sog' salomat bo'ling, xalq xizmatidan charchamang.